Bilasizlarmi? Shakar kollagenni buzadi. Bu yuzni bo'shaytirib ketadi va ajinlar ko'payadi. Bugun sizlar bilan top 5 ta yuzni tez qaritadigan omillar haqida gaplashamiz. Birinchi omil bu shakar. Qanchalik ko'p shirinlik yesangiz, bu kollageningizni tez buzadi va teri susayib, ajinlaringizni ko'paytiradi. Ikkinchi omil bu surunkali stress. Stress paytida kortizol buziladi. Doimo charchoqli nigoh bilan yurasiz. Yuzingizni, teringizni rangi pasayib ketadi. Uchinchi omil temir, vitamin D va omega 3 yetishmovchiligi. Hammamiz bilamizki, vitaminlar yetishmovchiligi bu yuzni tez qaritadigan omillardan biridir. Bu paytda yuz vitaminlar yetishmovchiligi terini susaytirib, rangingizni sarg'aytiradi. Bu ham qarishning bitta omilidir. To'rtinchi omil bu uyqusizlik. Agar siz kechki payt 2-3 larga uxlasangiz, soat 11 dan 2 gacha teri tiklanish jarayoni o'tkazib yuborasiz. Bu esa yana bir qarishning omilidir. Bu yuzni tez qarishiga olib keladi. 5-omil bu SPF surtmaslik. Quyosh eng katta dushman yuz uchun. Boshqachasida meditsinskiy точки зрениyadan fotostarение deyiladi. Ya'niki qishki va bahor paytida обязательно SPF surtishingiz kerak. Agar SPF surtmasangiz bu yuzni quritadi, yuzning terisi demak sarg'ayib ketadi va qarishni tezlashtiradi. Demak, SPF surtmaslik bu dog'lar, mayda ajinlar va elastiklikni kamaytirishga olib keladi. Shuning uchun SPF bu обязательно. Agar videom sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang va bu videoni dugonangizga yuboring. Keyingi videomda top 5 ta yuz uchun foydali bo'lgan narsalar va vositalar haqida gaplashamiz. Hammaga rahmat.